Assalomu alaykum kuzatuvchilar, salomatmisizlar? Mana Neoline kompaniyasidan Patrulscan X1 radar detektorimiz. Davli diapazon, davli chastotada ishlaydigan ekin patrul avtomobilini ushlay oladigan dunyoda hozircha yagona bo'lgan radar detektorimiz. Patrulscan X1 radar detektorimiz. Bu radar detektorimiz davli diapazonda ishlaydigan ekin patrulni ushlay oladigan hozircha dunyoda yagona bo'lib turgan radar detektorimiz. Qo'shimcha qilishim kerak, faqat ekin patrul bilan kifoyalanib qolmaydi, davli diapazonda ishlaydigan radarlarni hammasini ushlay oladi. Buni o'zi nastroykasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Ko'p shofyor aka-ukalarimiz xarid qilishga ulgurgan buni. Nastroykasi haqida ma'lumot berib, tushuncha berib o'ting deganiga qo'shimcha qilmoqchi bo'ldim. Yana savollar ham kelib tushadi. Aynan Patrulscan X1 radar detektorimiz multi yoki 3 oyoqda ushlay oladimi? Trinoshkani aytmoqchilar ular. Yo'q, bu yana yuqorida aytib o'tganimdek Patrulscan X1 radar detektorimiz faqatgina davli diapazonda ishlaydigan radarlarni ushlash uchun ishlab chiqarildi. Undan tashqari buni ichida Patrulscan X1 radar detektorimizda GPS model o'rnatilgan. Stalvada turgan statsionar radarlarda baza bo'yicha polni ogohlantirish berib, sizlarni yo'lingizni ravon qilishga harakat qiladigan radar detektor. Buni nastroykasi bilan sizlarni qisman tanishtirib o'taman soddaroq usulda. Mana Patrulscan X1 radar detektorimizning tuzilishi. Neoline kompaniyasini 77, 78, 88 modellariga mos qilib ishlab chiqarilgan juda ham ajoyib korpusga ega. Hozir sizlarga buni men soddaroq usulda standart nastroyka qilishni o'rgatib o'taman. Xo'sh, boshladik nastroyka qilishni. Sodda standart nastroyka qilishini qisqacha tushuntirib o'taman. Chap tomonda 3 nuqtali knopka bor. Shuni etapma-etap bosib, subros nastroykani topib olib, unga subros beramiz. Zavod sozlamalarga qaytaramiz. Hamma narsa o'z holiga qaytadi, faqat 2-3 narsani o'zgartirishni tushuntirib o'taman. Настройки. Язык, голос. Авто, GPRD, допустить снижить, даль, радио, удаль, пастык, цри, муляж, зас, часовой, сброс настроек. Mana subros nastroyka. O'ng tomondagi bitta knopkani bosib subros berib oldim. Язык. Yozik bu 3 xil til bor, uni xohlagan tilingizga qo'yishim mumkin. Men buni rus tilida qoldiraman hozircha. Голос. Bu indikatorda 2 xil toifaga o'zgartirish, o'tkirroq yoki xiraroq. Avtopriglashение bu zvukni bir baland chiqib, pasayib ketish holatini o'zgartirish. Avtomobilda ko'p muzika eshitadiganlar uni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Avtoturbo. Aynan mana shu bizga kerak, avtoturbo. Avtoturbani 130 ga qo'yib qo'yamiz. Bu eng kerakli narsa. Aynan ekin patrul davli chastotada ishlaydigan shu ekin patrulni orqa tomonidan sifatli ushlashini ma'qullaydi bu. Mana shuni 130 ga qo'yib qo'ysalaringiz, orqa tomonidan borib bosalaringiz, yo'l chetida teskari turgan bo'lsa, uni sifatliroq olib beradi 200-300 metrdan. Mana shu narsa juda ham kerakli narsa. GPS без звука до. Bu GPS bez звука o'z holiga o'chib turadi. RD без звука до. Bu ham shu. Ekin patrulda 20 dan baland bo'lganda sizga ogohlantirish tovush signalini chiqarib boshlaydi. Допустимое превышение. Снижайте скорость. 250 ga qo'yganligi turganligi sabab shu stalvada turgan baza bo'yicha aytadi-yu, ana shularni yana 250 metr qolganda sizga yana предупреждение, yana ogohlantirish berib eslatadigan 250 metr qolganda sizga yana bir bor maslahat berib eslatadi, tezlikni kamaytiring deb. Дальность GPS. Радиус опасной зоны. Buni men 600 ga qo'yib qo'yaman. Xavfli hudud degan narsani bilsalaringiz kerak. O'zingizga o'zingiz xavfli hudud yaratasiz. Kerakli nuqta joyda borib saqlanib qilsangiz, shu xavfli hudud o'zingiz tomongizdan saqlanib qilingan xavfli hududlarni 600 metrdan aytadi. Удалить зоны. Bu shu xavfli hududlarni lukka o'chirib olish funksiyasi. Bunga ham teginmaysiz. Посты ДПС. Bu postlarda aytish nuqtalari. Средняя скорость. Муляжи. Засады. Zasada bu agar ikkita radar qo'ygan bo'lsangiz, multi radarni sifatli oladigan radar detektor qo'shimcha qo'ygan bo'lsangiz, buni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi.
yakka holda buni o'zini qo'ygan bo'lsangiz, multiradarni taxminiy uch oyoqlarida trenoshka yoki shu kuch yuradigan radarlarni taxminiy joyini eslatadigan funksiya. Yoqib qo'ysangiz, zasada deb eslatib turadi, shu taxminiy turadigan joyi, balki shu joyda turgan bo'lishi mumkin. Shularni eslatadi. Agar qo'shimcha radar detektor qo'ygan bo'lsangiz, multiradarni sifatli ushlaydigan, buni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Asabingizga o'ynamaydi. Часовой пояс. Сброс настроек. Qaytib keldik. Yana Настройки завершены. 3 nuqtali knopkani bosib saqlantirib qildim.